Aka, assalomu alaykum. Sadil aka, omonmisiz? Charchamayapsizmi? Qalay aka? Xudoga suhbat bersin. Rahmat. Ikkita savolim bor aka. Menga. Sizga. Xo'p. Ko'pchilik menga savol bergisi keladi. Bugun savol javob beradigan kuningiz. Ha, Qaysi taom sizni yoshligingizni eslatadi? yoshligimmi? Yoshligingizni. Non jarkob. Non jarkob. To'g'ri. Yoshligimda o'sha non jarkob, keyin buxankani garbushkasiga chesnovni surib, ozgina tuz sepib yeyish. Meni yoshligim o'shaladi. Zo'r. Bu hammamiz yoshligimiz aka. Albatta. Keyingi yili Pepsi Lazzatli Festda qaysi taom rekord qo'yishini xohlardingiz? Menimchami? Men bilmayman. Siz xohlardingiz shuni. Manti, menga mana shunaqa ovqatlar yoqadi. Nechta soni? Taxminan. Ana qo'lda qilinadigan ikra bor, shunaqa narsalar. Bilmasam men sonini. Rekord qanaqa qo'yish kerak bo'lsa, ular mutaxassislar o'zligi bilishadi. Menga farqi yo'q. Menga rekord qo'yiladimi, qo'yilmaydimi, menga muhimi mana shu yurtdoshlarimiz, keyin bizada hozir e'tibor bergan bo'lsanglar, mehmonlar ko'p keladigan bo'lib qoldi, turizm rivojlandi. Ana shu turistlar mazza qilishsa bo'ldi. Gap yo'q. Aka, rahmat, sog' bo'ling, xo'p.